Oxirgi vaqtlarda blogerlar tomonidan chiqarilayotgan kontentning katta bir qismi Real Madrid va uning muammolari haqida bo'lyapti. Lekin eng qizig'i, shu kungacha qanday voqealar bo'lib o'tdi? Barselona Ispaniya La Ligasini qo'lga kiritdi, lekin hech qaysi bloger bu mavzu haqida kontent chiqarmadi. Yevropa Chempionlar Ligasini final bosqichiga tarixda 20 yildan keyin Arsenal chiqib keldi. Va eng qizig'i, Paris Saint-Germain tarixni takrorlashga tayyor, lekin asosan blogerlar Real Madrid va uning muammolari haqida o'ralashib qoldi. Xo'p, biz bugun mavzuni o'zgartiramiz. Oldinda bizni Yevropa Chempionlar Ligasining final bosqichi kutib turibdi. Paris Saint-Germain ketma-ket ikkinchi mavsumda ham Yevropa Chempionlar Ligasini finalida va uning imkoniyatlari yutish uchun Arsenalga qaraganda yuqori. Lekin Arsenal 20 yildan so'ng finalga yetib keldi va tarixida ilk bor bu kubokni Londonga olib ketishi mumkin. Ko'ramiz bizni oldinda qanday futbol kutmoqda. Eng qizig'i, Arsenal ham, Paris Saint-Germain ham hujumkor va himoyaviy futbolni juda yaxshi biladi va buni yarim finallarda ko'rsatdi. Xo'p, endi oldinda bizni qanaqa ssenariy kutmoqda? Bu kattakon so'roq va siz bilan Yevropa Chempionlar Ligasining qiziqarli finalini kutib qolamiz.